Кинокомпания Bavedja Movies. Harry Bavedja taqdim etadi. Bavedja представляет фильм «Судьба в твоих руках». Rollarda Jon Abraham, Priyanka Chopra, Shinya Ahuja, Harat Dhabolkar, Anjan Srivastav, Vishwajit Pradhan, Murali Sharma, Rajesh Kera. Tasvirchi Narendra Khanna. Ssenariy muallifi Suparn Verma. Bastakorlar Vishal va Shekhar. Prodyuser Pammi Bavedja. Rejissyor Sanjay F. Gupta. Kundalik tutishimni ko'rib, Jon kulardi. U menga o'tgan kunlarni eslash emas, unutish kerak deb aytardi. Jon bilan o'tgan kunlarimni qanday unutay? Uni juda sevardim. Hattoki yollanma qotilligini bila turib ham. Koshki edi shu ishga qo'l urmaganida. Balki hozir U o'zi bilmagan holda jinoyat olamiga kirib qoldi.
O'sha 500 akrlik yerga mendan tashqari Yunus ham ko'z tikkan. Bu ishni bir siyosatchi hal qilishi mumkin. Men Trividiga ishongan edim, u esa Agar u rozi bo'lmasa-chi? agar rozi bo'lmasa, itni kunini boshiga solaman. Nima? Ishonmaysanmi? Ishonaman. Albatta ishonaman. Salom kapitan sohib. Trividi sohib, men sizdan juda xafaman. Nima uchun? Javed, meni odamlarimni ta'qib qilyapti. Hatto Malayziya va Gonkongdagi odamlarimni o'ldirganmiz. Siz bo'lsa, ularga yon bosyapsiz. Tushuna olmadim. Trividi, yo siz bizga dushmanmisiz? Yo'q, unday emas. Men sizni do'stingizman kapitan sohib. Gaplaringizda jon bor. Menga aytib yaxshi qildingiz. Bilaman. Biz bilan aloqani uzmoqchimisiz? Yo'q, yo'q. Kechirasiz-u, sizni tanimadim. Oh, kechirasiz. Meni o'g'lim Jon. Zo'r-ku, oilangiz borligini aytmagan edingiz. Bu nima deganingiz? Nima, bu meni oilam emasmi? Nima? Farid oilam a'zosi emasmi? Lekin bugun sizni oilam bilan tanishtirgan emas. Yer masalasi haqida so'rash uchun chaqirtirgandim. Shu desangiz, bu masalada kichik muammo tug'ilyapti. Shuncha oldi-berdi qilib, oramizda kelishmovchilik bo'lmagan. Bu safar ham bo'lmaydi. Qancha xarajat bo'lsa, hozirroq to'layman. Farid, Yo'q. xamir uchida. Yo'q, kapitan sohib, axirgi pulda emas. Iltimos, meni tushunishga harakat qiling. Bu Menga ozgina vaqt bering. ishni orqaga surishingning sababi Yunus emasmi? Yo'q. Yunus emas. Xo'sh, Javed. tushunarli. Javed o'sha yerga tish tirnog'i bilan yopishgan. Kechirasiz-u kapitan sohib. Bu ishda sizga yordam berish qo'limdan kelmasa kerak. Jin ursin. Boshqa xizmat bo'lsa ayting. Trividi janoblari. Sizdan yana nimani so'rashim mumkin? Aytgan ishimni eplolmadingiz-ku. Mayli, bitta yaxshilik qiling. Ayting, hozirroq bajaraman. Baliqlarimizga ozgina yemish kerak edi. Qayerdan keltirib beray? Qayerdan deganingiz nimasi? Qidirishga hojat yo'q. O'zingiz Nima qilmoqchisiz? Aqldan ozibsiz, kapitan. Ha, Jon. Taqdir taqozosini qara. Men baliq oviga qiziqsam, uni qismatiga baliqlarga yem bo'lish yozilgan ekan. Qancha gapirdim. Lekin unamadi. Menimcha, Javed ham shunaqa qaysar bo'lsa kerak. U ertaga Singapurga jo'nab ketyapti. Anna bilan uchrashgani. U yetib bormaydi. Bu Ha? senga topishmoq. Hayvonot bog'ida ikkita eshik, biri katta, biri kichik. Kiyik katta eshikdan kiradi-yu, kichkina eshikdan chiqib ketadi. Topchi nega? U kirib ketgandan keyin katta eshik yopilsa kerak. Yo'q. Balki kichkina eshik Chiqayotgan payt katta eshik oldida hayvon tursa kerak. Yirtqich hayvon, sher. Yo'q. shahar berdik. O'zing ayta qol. Bu uni xohishi. Xohlagan eshikdan chiqadi. Jin ursin. Tentak. Qayoqda qoldi? Nimani qidiryapsan? Kino chiptasini. Mana topdim. Sushmita Senni filmi. Meni Sushmita Senim. Qaysi seansga? Albatta birinchisiga da ahmoq. Birinchi seansga? Jinni bo'ldingmi? Qanday qilib yetib borasan? Nimasi qiyin ekan? Bo'sh kinoteatrga kiramizda ozgina kutamiz. Xo'jayinning o'zi chiqib kinoni qo'yib beradi. Nima deding? Menga Ayshvariya yoqadi. Yomon ketib o'rganda o'zi ham. Bul. Nega unga sevishingni aytmagansan? Necha marta o'yladim. Agar u menga turmushga chiqsa, kino industriyamiz nima bo'ladi? Men deb zarar ko'rishlarini istamayman. Ketdik. Ketdik. Sevimli qizaloqlarimga o'yinchoqlar, shokoladlar olib beraman.
Ta'tilda maza qildinglarmi? Ha? Dada menimcha u yig'layapti. Deya. U yig'layapti. Menimcha hamma sovg'alarni unga berish kerak. Unda senga hech nima qolmaydi-ku. Hech qisi yo'q. Chiroyli yigitlar ekanmi? Bo'la qol. Zambarak. Miltiq. Bitta miltiq, ikkita miltiq. Lift eshigini men ochaman. Yo'qmi? Javed bugun Singapurga ketarkanmi? Singapurga emas, to'g'ri Arshi A'loga ketadi. Yunus ish chatoq bo'larkanda. Chatoq ham gapmi? Holi voy bo'ladi. Bu isming buqa ma'nosini anglatishini bilasanmi? Nega senga bunday ism qo'yishgan? Kuning bitib o'lsang, u dunyoda otamdan so'rab olarsan, xo'pmi? Unda nega bu seni qo'tiqchi deb chaqiradi? Yili haddan oshdingda yetar endi. Men ota qolajon. Sen otasanmi? Javedni o'ldirishga 5 soniya vaqt bo'ladi xolos. Agar mo'ljalga yaxshi olaman. Men birinchi kiraman. Kira qol, deya bo'la qol. Oyi! Dada! Qoch! Amaki.
Jon, yur. Bu yerdan ketishimiz kerak. Jon, ketdik. Bo'ldi, kechirim so'radim-ku. Nima bo'ldi senga? Kech nima? Javedga qo'shib yana to'rtasini gumdon qildilaringmi? Bir o'q bilan to'rtta quyonni uribsanlar-da. Lekin pulni bittasi uchun olasanlar. Bu yerda uy bo'sh bo'ladi deb yozilgan edi. Ha, ular bir haftadan keyin kelish kerak edi. Lekin tasodifan kelib qolishdi. Nima bo'pti? Demak, sen buni bilganding. Xatolik o'tdi. Otib tashlaymi? Xatolik o'tganmish. Jon, qo'y uni, Jon. Qo'yvor, Jon. Bu xatoni bir qilding, ikkinchi qilma. Xato qilmasimdan oldin ko'zimdan yo'qol. Javed bilan bo'lgan ishdan afsusdaman. Bas. Kapitan yaxshi ish qilmadi. Bu noto'g'ri, Yunus og'a. Bunga ortiq chidab bo'lmaydi. Avval biznesdan ulushini so'ragandi. Endi esa narkotik savdosini yurgizish uchun pul talab qilyapti. Ozgina bo'lsa ham ulushini olib turgandi. Bu yoq nima bo'ladi? Bxati va Kapur o'z ulushlarini talab qilishsa, giyohvand moddalar qo'lga olindi deyotganmish. Politsiya esa bunday bo'lmagan deyapti. Yunus og'a, siz Javed uchun qasos olishingiz kerak. Biz esa Kapitan o'lishi kerak. Bu hammamizning yutug'imiz bo'ladi. Kapurchi. U nima deyapti? Varma bilan yuzma-yuz kelishni istamayapti. U bilan golf klubda gaplashgandim. Varma kapitanning o'limini xohlamayapti. Kapitan menga ko'p yaxshilik qilgan. O'sha yaxshiliklarni qaytaradigan vaqt keldi. bu yoqqa janob. Ha, yaxshi. Tekshirib chiqing. Odamlarni xavotirga solmasdan so'roqqa tut. Yaxshi. Ularni qachondan beri bilardingiz? Oh, Xudoyim. U mayor bo'lgan ekan. Nageshti Xakur. Bir oyga dam olishga ketishgan ekan. Kelasi hafta kelishlari kerak ekan. Kimnidir to'yi sababli ertaroq qaytishibdi. Uyda kimlar bo'lgan? Nageshti Xakur, xotini va qizchasi. Ikkita qizchasi.
Yoningda shokolad bormi? Yo'q, xo'jayin. Qara. Juda ham chiroyli o'yinchog'ing bor ekan. Qara. Menda ham bitta o'yinchoq bor. Qani kecha ikkovimiz o'yinchoq almashamiz. Hech qisi yo'q qizaloq, buni qara. Hech narsa bo'lmaydi, uni bu yerga qo'yib qo'yaman. Uni ismi Diya. Bilasanmi? Meni ham senga o'xshagan qizcham bor. Bilasanmi ismi nima? Uni ismi Piya. Qaragin, menda uni surati bor. Mana ko'rasanmi? Qani, menga aytchi. Qaysi biringiz chiroyliroq? Senmi yo Piyami? Ko'rchi? Qani? Qoyilman, janob. O'sha kun Jon meni olib ketgani kelganda, uni ko'zlariga qarab tushundimki, bir noxushlik bo'lgan. हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। Har yurakda yasharkan armon. Asli armon ko'ngil tanlamas. To'kiladi har lahza, har on. Kimdir anglab, kimdir anglamas. Yangi umid uyg'onar dilda. O'sha orzu, o'sha tug'yonlar. Balki shudir ishq deganlari. Balki shudir go'zal imkonlar. छा गया खो रहा था जो ख्वाब लौट आ गया, ये जो एहसास है जो करार है, क्या इसी का ही नाम प्यार है, ये जो एहसास है जो करार है, क्या इसी का ही नाम प्यार है, पूछे दिल थमके जरा। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। तिनका 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 तिनका। Yo'q, avval meni gapimni eshit. Ajoyib odamlar keladi bu yerga. Ana u yerda o'tirgan Oliftani ko'rdingmi? Ho, ana u yerda o'tiruvdi. Nima qilganini bilasanmi? Cho'ntagidan tashrifnoma chiqarib menga uzatdi-da savol berdi. Kichik davralarda ham kuylaysizmi deb. Men yo'q dedim. Shu savolni 3 marta berdi. Men 3 marta yo'q dedim. Keyin nima qilding degin? Unga mana bu barmog'imni ko'rsatdim. Aftani ko'rganingda edi. Nima qilishni bila olmay qoldi. Rosa kulgili-ya. Ha, Unda nega kulmayapsan? Nima mazang yo'qmi? yo'q, yaxshiman.
Men 15-gacha javob oldim. Nimaga? Nimaga deganing nimasi? O'sha kungacha nega ishlamasligimni bilmaysanmi? U kuni nima bo'lishini senga aytgandim-ku. Qani eslab ko'rchi. 15 qanday sana? Esimda yo'q. Chindan ham esingda yo'qmi? Bugun hech narsani eslolmayapman. Haqiqatdan ham 15-qanday kunligi esingda yo'qmi? Unutibman. Rostdanmi? Shu oyning 15-kuni ilk bor uchrashganimizga 3 yil to'ladi. Qanday unutishing mumkin? Kechir. Bunday yoqimli uzrdan keyin kechirmay ilojim yo'q. 15-gacha bo'sh ekanmiz. Sen ham hech qayerga bormaysan, men ham. Faqat sen va men. Sen yoqtirgan vinoni muzlatgichga qo'yib qo'ydim. Lakshmiga javob berib yubordim. O'ynaymiz, kulamiz, ishq sharobidan to'yguncha ichamiz. Nega o'tiryapsan? Senga bir narsa ko'rsatmoqchiman, yur bu yoqqa yur. Mana bugunni qara. Agar unga har kuni suv qo'ysak, 15-kuni gullaydi. Uchrashganimizga 3 yil to'lgan kun. Zo'r bo'ladi. Ha, Xayoling qayerda? Kun bo'yi biron nima yedingmi? Iltimos, boshingni bunaqa qilatma. Ana u menejer esimga solyapsan. Yo ha, yo yo'q. Aniq bir gap aytmaydi. Bugun rosa yig'ladi bechora. Bugun unga 15-gacha qo'shiq aytmayman. Agar aytsam ham faqat erim uchun aytaman dedim. U esa oyligingdan 15 ming kesib tashlayman dedi. Tasavvur qilib ko'r. Agar u menga yo'q deganda, unda Obbo. Azizim, ana uni uzator. O'zimiz uyimiz bo'lsa-chi, uni gullarga burkab tashlardim. Ichkarisini ham, tashqarisini ham. Katta-katta derazalar qo'yamiz. Derazadan esgan iliq shamol pardalarni o'ynatadi. Lekin polini betondan qilamiz. Menga yog'och pol hech ham yoqmaydi, ayniqsa uni bo'yash. So'nggi xabarlar. Bir tasavvur qilgina. Faqat sen va men. Dengiz qirg'og'ida. Osuda tun. O'ynoq to'lqinlar. Barni his qilayotgandekman. Biz hozir Challenger binosida turibmiz. Bu yerda mayor Thakur va uning oilasi yashardi. Ular vahshiylarcha o'ldirib ketilgan. Politsiya hali hech nimani aniqlagani yo'q. Nima bo'ldi azizim? Axir menga aytmasang kimga aytasan? Ularning bari vahshiylarcha otib tashlangan. Birgina 7 yoshli qizcha omon qolgan. U tashqaridagi konditsioner ustiga chiqib olib berkingan ekan. Politsiya mayor Thakurni dushmanlari bor yo'qligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlab yubordi. bunday qilmoqchi emasdik. To'satdan bir ovoz eshitildi. Lekin xato qilib bo'lingan edi. Katta xato. U to'satdan ro'paramda paydo bo'ldi. O'sha ma'suma qizcha ham ajal bilan to'qnashganini bilmas edi. Bir baxtiyor oila yo'q bo'ldi. To'pponchamdan sovuq ovoz taralardi. Uni qo'llari muzlab borardi. Ko'zimni ochsam, uni chehrasi ko'rinadi. Yumsam, qulog'imga chinqirig'i eshitiladi. Shalini, iltimos meni tushun.
meni bag'ringga bos. Iltimos, bizga ularni topishda yordam bering. Sizning ismingiz, manzilingiz va boshqa ma'lumotlar sir saqlanadi. Meni kechir, Shalini. Kechir. Sening kechirim so'rashing, meni kechirishim hech narsani hal qilmaydi. Agar bu ishni avvalroq to'xtatganingda edi, shu voqea bo'lmasdi. Biz ketishimiz kerak. Bu yerdan ketamiz. Uzoqlarga ketamiz. Janob Yunus, kapitan siz bilan gaplashmoqchilar. Yunus, gullarni oldingmi? Katta rahmat, akajon. Katta rahmat. Bugun yana muborak ovozingizni eshitish baxtiga muyassar bo'ldim. Tolingiz balandligini qarang. Xudo sizdek suygan bandasiga yangi hayot bag'ishlabdi. Shukr qiling. Yunus, bu gulni Javed emas. Seni tobutingni bezatish uchun yubordim. Akajon. Qancha shohi sultonlar, xoqonlar o'tib ketdi. Siz juda bemahal qirol bo'lib qoldingiz-da. Yaxshisi mushaklaringizga ozgina dam bering. Nafaqaga chiqadigan vaqtingiz keldi. Yunus, kapitanning kemasi g'arq bo'lyapti deb o'ylaganlarga qo'limdan nima kelishini ko'rsataman. Aytgancha Yunus. Yolg'iz bo'laman deb qayg'urma. Zerikib qolmasliging uchun bir-ikki do'stingni ham yoningga yuboraman.
Hamma narsani olib keta olmaymiz. Men bunday ketishni xohlamayman, Shalini. Hammasini politsiyaga aytib beraman. Nima deb o'ylaysan? Politsiya seni qo'yib yuboradimi? Mayli, qo'yib yuborarim deylik. Ana ular tinch qo'yisharmikin? O'zingni meni o'rnimga qo'yib ko'r. Doim seni o'rningdaman, Jon. Kecha-yu kunduz. Meni qalbimdan nimalar kechayotganini hech o'ylab ko'rganmisan? Agar qochsak, senga bir kor hol bo'lsa, Senga bir gor hol bo'lsa-chi? Nima bo'lsa bo'lar. Bu yerdan 15 daqiqada chiqib ketamiz. 15 daqiqada. Keyin o'tirib birga o'ylaymiz. Iltimos, Jon. Inspektor Nali eshitadi. men katta inspektor bilan gaplashmoqchiman. Nima masalada? Buni faqat o'ziga aytaman. Kimsiz? Go'shayni unga bering. U komissar yonida majlisda nima deb qo'yay? Hozir ketaylik. Keyin yana bir harakat qilarmiz. Kapitanga suiqasd uyushtirishibdi. U seni chaqiryapti. Keyinroq boraman. Hozirroq borishing kerak. Biriga olib kel dedi. Istasang gaplash. Bir daqiqa kutib tur. Seni sevaman. Dengiz qirg'og'ida faqat sen va men. Uni janozasiga tayyorgarlik ko'ring. Hammasi tushunarli. Faqat bitta savol bor. Ish bajariladi albatta, lekin qandaydir muammo, kelishmovchiliklar chiqib qolmasmikin? Siz kapitan bilan gaplashyapsiz. Yaxshimisiz? Ha. Menga qara. Hozir o'ylab maslahatlashib o'tiradigan vaqt emas. Faqat harakat qilish kerak. Bu safargi ish juda zo'r bo'ladi. Yunusni o'ldirish kerak. Bu shoshilinch emas. Birinchi bo'lib Yunusni kapitan bo'lishga undayotgan odamlarni yo'q qilasan. Aminmanki bu ish senga rohat bag'ishlaydi. Hech qisi yo'q bu ishni. Kalf bilan Bul eplashadi. Yo'q. Bu ishni o'zing qilasan. Kalf bilan Bul yoningda bo'lishadi, lekin ishni faqat sen qilasan. Faqat Yunusning nomini eshitib qo'rqib ketdim dema. Yo'q. Yasha o'g'lim. Har doimgidek qo'l tashla. Men bu ishni tashlamoqchiman. Jon. Jon. Sen menga yo'q deyapsan, shundaymi? Yo'q deyishingning sababi Men va Shalini biz boshqa shaharga ketyapmiz. qayoqqa borasan? Nima qilasan? Dehqonchilik qilasanmi? Qorovul bo'lasanmi? Mol boqasanmi? Nima qila olasan? Bunaqa xayol parast ahmoq bo'lmagan. Menga qara. Agar shuni menga 1-2 kun oldin aytganingda, o'zim senga fotiha bergan bo'lardim. Lekin bugun emas. Men seni o'z o'g'limdek ko'raman, Jon. Ota mushkul ahvolga tushib qolsa-yu, o'g'li bila turib uni tashlab ketsa. Yo'q. Bunday demoqchi emasman. O'tar. Odamlar sendan qo'rqishadi. Chunki senda mana bu bor. Ular shuning uchun qo'rqishadi, Jon. Odamlar mendan ham qo'rqishadi. Chunki meni pulim, davlatim va sendek odamim bor. Hech narsasi yo'q odam esa har kimga yalinib yuraveradi.
kuch qudratga ega kishi esa ko'ngli tusagan ishni qilaveradi. Nima istasa shuni qiladi, nima istasa shuni qiladi, shuni qiladi. Miyangdan ahmoqona fikrlarni chiqarib tashla. Qani, ke. Bugun sizga oxirgi marta qo'l uzatyapman. Bundan keyin hech ham ko'rishmaymiz. Sen qaytasan, Jon. Albatta qaytib kelasan. O'sha sevgi dunyosi aslida sen tasavvur qilgandek emas. Jon. Omad senga. Yo'q deyishdan boshqa iloji yo'q edi. Boshqa bu ishni qilishni istamayman. Kapitan yo'q javobini eshitishni yoqtirmaydi. Ko'nikishga to'g'ri keladi. Tushunsanchi, Jon? Bir arzimas ishingda Fakruni nima qilganini yaxshi bilasan-ku. Mashinaga nima qildi? Fakru kim? Unga nima bo'lgan? Bu sen kemasingdan oldin bo'lgan. Fakru unga yo'q deganda, kapitan shartli qilichini olib boshini uzib tashlagan. Kapitan shunaqa odam. U buyrug'ini bajarmaganlarni yoqtirmaydi. Hammasini tushunib turibman. Unda yaxshi. Qancha tez Bu ishni qilmayman. Qarshi bo'lmasang bir gap aytaman. Bu 2 kunlik ish xolos. Kapitanning ishini hal qilib, Shalini ikingiz jo'nab borardinglar. Hech kim bilmasdi. Menchi. Hatto men ham bilmaymanmi? Biz hozirroq ketishimiz kerak. Bir daqiqa, hozir to'g'rilayman. Alo. Shalini siz o'zingni yolg'iz sezmayapsanmi? Juda ajoyib qiz ekan. Sen omadlisan. Uyda yolg'iz qolmasin deb yonimga chaqirib oldim. Shalini 2 kun meni yonimda bo'ladi. Miriqib suhbatlashamiz. Shalini qayerda? U bilan gaplashmoqchiman. Hozir, shu topdayoq. Jim bo'l. Kapitan. Shalini qayerda? Rahmat. Bechora qiz, o'g'irlab ketganimizni bilmaydi ham. Jon, bu senmisan? Alo, Shalini. qayerdasan? Yaxshimisan? Menejer aytdiki, qandaydir xavf-xatar bormish. Qo'l telefoningni ham tashlab ketibsan. Hozir qayerdasan? Bir ish bilan bandman. Do'stim pasport tayyorlab beryapti. Bexavotir bo'lishing uchun o'sha yerda turib turasan. Rost aytyapsanmi? Ishon menga, Shalini. Ishonaman. Hozir qayerdasan? Mendan xavotir olma. Nega xavotir olmas ekanman? Bu yerga kelishim oldin aytsang bo'lardi. Ha, mayli. Menga bir yaxshilik qil. Uyga bora olasanmi? Nima uchun? Shoshilinchda mikroto'lqinli pechni o'chirish esimdan chiqib qolganga o'xshaydi. Xo'p. Ha, shoshma. Agar uyga borsang, meni gullarim bor-ku, shularga suv quyib qo'y. Agar suv quyilmasa so'lib qoladi. Aytganlaringni qilaman. O'zingni ehtiyot qil. Meni o'pib qo'y. Ishlaring joyidami?
Menimcha bir noxushlik bo'lganga o'xshaydi. Xavotirlanma. Senga hech narsa bo'lmaydi. Seni sevaman. Men ham sevaman. Xayr azizim. Xayr. Senga va'da beraman. Agar o'sha 5 tasini o'ldirsang, sevgilingni qo'yib yuboraman. Agar bittasini o'ldirsang, sevgiling bilan telefonda gaplashishing mumkin bo'ladi. Kelishdiga? Bordi unga bir gap bo'ladigan bo'lsa, seni o'ldiraman. Kimni, qayerda, qachon? Hammasi bu yerda yozilgan. Gapimga quloq sol. Sen, Shalini, bu juda xavfli oshna. Aniqladingmi? Kapitanning aytganini qilsak, unda Gapir. Tez gapir, Shalini qayerda? meni o'ldirasanmi? Unda Shalini ham o'ladi. Alo. Kapitan, siz yutib chiqdingiz. Bu ahmoq Shalinini qutqargani kelibdi. Gapimni eshit, Jon. Kuching va xom kallangni o'sha 5 ta odamni o'ldirishga ishlat. Sen ko'p vaqt yo'qotyapsan. Shalini baliqlarga yem bo'lmasdan oldin harakatingni qil. Bo'la qol. Qimirla. Eslashga harakat qiling. Uni ko'zlarini ko'rganmisiz? Ko'zlari qanaqa edi? O'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Ish tezroq qilish kerak. Qochishga ham yo'l yo'q. Ortiqcha gapning keragi yo'q.
Bu oson ish emas. O'ylamay bosilgan qadam Shalining hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Rejani ko'rib chiqaylik. Yunus Ismoil mehmonxonaning eng tepa qavatida yashaydi. Yonidagi barcha xizmatchilari uni soqchilaridir. Mehmonxona kecha-yu kunduz nazoratda. Patil. Bu ablah politsiyachi. Ha, davom et. Indira Kapur. Ishbilarmon. To'rt tomonda qo'riqchi yuradi. O'q o'tmas mashinada uydan ishga, ishdan uyga boradi. Ba'zan golf o'ynashga borib turadi. Varma. Unga bir bor suiqasd uyushtirilgan. Lekin qochib qolgan. Uyini ofisga aylantirib olgan. Sichqonga o'xshab berkinib yuradi. Soqchilari doim yonida. Buxatiya. Kayf, safo va ayshu ishrat bilan band. Vazir ikkovi birga jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishadi. Albatta u yerda ham soqchilar bo'ladi. Ertalab ofisda ish boshlaydi. Ofisi Narilan Paintda. Menimcha bunday soqchilardan o'tishni umuman iloji yo'q. Iloji yo'q, ishni o'zi yo'q. Buxati hozir qayerda? Narilan Paintda. Ketdik. Tezroq ot. Tezroq ot, ketib qoladi. Qizcha. Qizcha? Qanaqa qizcha? U yerda hech qanday qizcha yo'q. Jon, ot, u ketyapti. Bu nimasi Jon? Bu oxirgi imkoniyatimiz edi. Endi Buxatiyani faqat tungi klubdan topishimiz mumkin. Uni u yerda ham qattiq qo'riqlashar ekan. Qanday qo'riqlashlarini bilmayman-ku, lekin yo'lini topamiz. Xudoni o'zi qo'llamasa, bunday soqchilardan o'tish amri mahol. Agar Jon Buxatiyani o'ldirmasa, kapitan juda xafa bo'ladi. Menga yetkazilgan zarracha ozor Jonga qattiq ta'sir etardi. Buni faqat men emas, kapitan ham bilardi. Ha, kapitan. Kalf. Ha. Do'stingdan so'rachi. Men bilan yana qancha o'ynashar ekan? Ha, mayli. Unga aytib qo'y. Vaqt oz qoldi. Xo'pmi? Xo'p. Xayrli tun janob, ishlar yaxshimi? Yaxshi. Ofitser, politsiyachilarni ichkariga kirishga hojat yo'q. Iltimos, o'zimizni soqchilarimiz bor. Shubhali odamni ichkariga kirishga yo'l qo'ymaymiz. Xavotirlanmang, janob. Men hammaga ham ishonavermayman.
Uznev.com eng sifatli filmlar markazi. अनजाने रंगों की कोई लहर है जो नशा बेनशा दे अगर ये जहर है Feel like I've been lost inside my head, inside my mind for all of time, all of time. हर गम को हर गम को हर गम I feel like I've been lost inside my head, inside my mind, all of time, all of time. Feel like I've been lost inside my head, inside my mind, all of time, all of time. Feel like I've been lost inside my head, inside my mind, all of time, all of time. Janob, fotorobot tayyor bo'ldi. Men bir guvohni ham chaqirdim. Kapitan Shalini bilan gaplashishingizga ruxsat berdilar. Shalini. Men Mendan xavotir olma. Bu yerda hech qanday muammo yo'q. kechir meni. Barmog'imni kesishganiga siqilyapsan. Rostini aytsam, menga og'rig'i bilinmadi. Tan olaman, dodladim. Lekin barmog'im kesilayotganiga emas, jon. O'zing bilasan. Bir-birimizdan hech narsani yashirmaganmiz. Men yosh bolaga o'xshab yig'ladim, jon. Agar buni oldinroq bilganimda edi, indamay bor dardimni ichimga yutardim. Nega menga aytmading, jon?
Agar meni o'rnimda bo'lganingda nima qilgan bo'larding? Haqiqatni endi aytarsan. Faqat sendan iltimos. Yana yolg'on hikoya to'qima. Bu oxirgi hikoyang bo'lishi mumkin. Men 5 ta odamni o'ldirishim kerak. Shu ishni qilmoqchimisan? Qasam ichib aytaman. Bu yolg'on emas. Senga zulm o'tkazishlarga yo'l qo'ymayman. Kapitan meni va odamlarni o'ldirishga harakat qilyapti. Mana buni ko'r. Ma. Shumi kapitanni sodiqlaychilari? Kim o'zi bu? Politsiya aniqlayapti. Agar topsa albatta bizga aytishadi. Gapingiz to'g'ri, janob Lalvani. Kimdir izingizga tushganga o'xshaydi. Har bir qadamingizni o'ylab bosishingizni so'rayman. Yana har kuni bizga qayerga borishingiz va kimlar bilan uchrashishingizni aytib qo'ying. Fadil sohib, siz yaxshisi bankda yotgan ko'k pullaringizni ishlatib rohatlaning. Odamlaringizdan hushyorroq bo'lishini talab qiling. Yoki faqat ayollarga kuchingiz yetadimi? Qo'ysangizchi. Ikki politsiyachi doim siz bilan birga bo'ladi. Mabodo birortasi shubha tug'dirsa, albatta menga qo'ng'iroq qiling. Ha bu. Kapur keldi, barvaqt keldi. Tezroq kel. Nima? Hozir yetib boramiz. Jon, kapur oldinroq boribdi, yur. Jon, maxsus ofitserlar kelib kapurni olib ketishdi. U yerda maxsus bo'lim, bu yerda Yunusning odamlari, Shalini esa kapitanning qo'lida. Hali 4 tasi bor. Lekin men ojizman. Xavotirlanma, Jon. Hali vaqtimiz bor. Meni ortiqcha vaqtim yo'q. Vaqt oz. Varma bilan Kapurni birga o'ldirish kerak. To'g'ri, Jon, lekin qanday qilib? Aytmoqchimanki, Kapur va Varma bir-birlarini o'lgudek yomon ko'radi. Ularning birga bo'lishi aqlga sig'maydi. Men buni uddalayman. Ular birga kelishadi. Ikkovini birlashtiradigan bir narsa bor. Bu ularning banki va bankirlari. Kapitan, Shalini muammo tug'diryapti. O'ldiraman seni. Nima qilyapsan, Shalini? Qo'y bor. Bu nima jinnilik? Yo'qol. Qo'y bor meni. Shalini, qizalog'im bu yerdan qochishga harakat qilma. Bu befoyda. Jon men buyurgan ishni bajarsagina bu yerdan ketishing mumkin. O'zingni bos. Ha, yana kattalar bilan bunday gaplashilmaydi. Men Jonni o'z o'g'limdek ko'raman. Demak, bu uy seni ham uying. Yana 1-2 kun qoldi. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Chidab turasan, ha? Bu katta muammo emas-ku. To'g'rimi, yaxshi qiz? Hozir 1 daqiqa Jon bilan gaplashasan. Alo, operator. Meni Jon bilan ula. Alo, Jon. Shalini bu yerdan qochishga harakat qilyapti. U haddan oshib ketyapti. Agar unga bir gap bo'lsa, meni ayblab yurma.
Men Shalinini har qancha injiqliklarini ko'tara olaman, lekin Farid va boshqa soqchilarga kafil bo'la olmayman. Ha, o'zing unga tushuntirib qo'y, xo'pmi? Bir daqiqa. Ushla. Jon bilan gaplash va o'zingni bosib ol. Iltimos. Shalini. Farid, Ha, kapitan. buyrug'im bajarilmaguncha unga ozor yetmasin. Bo'ladi. Agar unga bir gap bo'lsa, unda Nega bunday qilyapsan? Azizim, agar qochib ketsam, seni begunoh odamlar qotiliga aylanishdan saqlab qolarmidim? Kechir meni. Meni gunohim yo'q-a? Senga aytmoqchi edim. Agar uy qursak, polni taxtadan qilamiz. Beton pol juda sovuq bo'ladi, uni ustiga qattiq ham. Derazaga esa faqat rangli pardalar ilamiz. Uy doim yorug' bo'lishi uchun. Yodingdami? Nima? Uchrashganimizga 3 yil bo'ldi. Seni bag'rimga bosa olmayman. O'pa olmayman ham. Bu kun shunday o'tishi xayolimga ham kelmagandi. Aytchi, meni gullarim qay ahvolda ekan? Ular so'lamagan. G'unchalari ochilganmi? Ha. Ilk uchrashuvimiz yodingga tushdimi? Rostini aytsam, hozir hech narsani esla olmayapman. Men ovozimni ham esdan chiqardingmi? Seni ovozing u doim qulog'imda jaranglab turadi. Tez kunda yana birga bo'lamiz. Dengiz qirg'og'ida, moviy to'lqinlar qo'ynida. Faqat sen va men. Seni yoqimli ovozing. Har yurakda yasharkan armon. Asli armon ko'ngil tanlamas. To'kiladi. Har lahza, har on. Kimdir anglab, kimdir anglamas. Hammasi yaxshi bo'ladi, jon. Va'da beraman. Faqatgina bir bor seni sevaman deb ayt. Seni sevaman, Shalini. Men ham seni sevaman. Xayr. Jon meni deb yana qo'liga to'pponcha olishga majbur bo'ldi. Uni qaytarishning yagona yo'li shu edi.
ले जा सांस ही तो बाकी है इसे भी ले जा धड़कने खाली है इन्हें भी ले जा जो चाह वो नहीं है जो न चाह बरकत में है जो सुकून चाहतों में मिला कुर्बान हो चाहत पे है जो चाह वो नहीं है जो न चाह बरकत में है जो सुकून Kapitan, yomon xabar. Shalini tomirini kesibdi. Yo'q, hali hayot. इसे भी ले जा सांस ही तो बाकी है इसे भी ले जा धड़कने खाली है इन्हें भी ले जा olib ket hammasin en so'nggi nafasim qolmasin yuragim tilagim ham yarim bo'lmadi men xohlaganlarim Endi bizning sevgimiz cho'lga aylangan gulshan olib ketgin qoldirmay so'nggi nafasimni ham ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਸੁਨਿਆ ਰਾਹ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ अब ना मुस्कुराहट है ना ही रोशनी है ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜੇ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ इसे भी ले जा सांस ही तो बाकी है इसे भी ले जा धड़कने खाली है ले जा 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 Ironiy gapiryapti. Sen bilan roppa-rosa uchta uchrashamiz. Ish yana 1-2 oyga cho'zilib ketadiganga o'xshaydi. Yana katta g'alva boshlanmasin. Xo'pmi? Yo'q, boshqa mijozlar bilib qolmasin. Eshitdingmi? Roppa-rosa uchta. Varma. Bu men ironiyman. Bankka borib hamma pullaringni ol. Nazarimda bank yopiladiganga o'xshaydi. Markaziy bank hisob raqamlarini tekshiryapti. Menga qo'ng'iroq qilma. Boshqa mijozlar bilib qolishi mumkin. Ha, roppa-rosa uchta. Mayli, o'sha yerda uchrashamiz. Bo'ldi. Kapur sohibni pavalga olib ketyapman. Nima bo'ldi? Nimaga tartibni o'zgartirding? Bankda muhim ish chiqib qopti. Shuning uchun birga pavalga ketyapman. Mayli, boraver. Qoyili, ularga biznes jondan ham afzal. Biznes ular jonida. Allo, janob, Shikla gapiryapti. Sir, janob Merchant uchrashuvlarini bekor qildilar. Biz Albanchga ketyapmiz. Albanch politsiyasini ogohlantirib qo'ydingizmi? Ha, janob. Alo, bir daqiqa. Mr. Shoh. Salom, janob.
Kechirasiz-u, bunday katta joyni qurshovga olish juda qiyin ish. Boshqa buyruqlar bormi? Hamma oyoqqa tursin. Xo'p, ser. Iltimos, bu faqat 1-2 kunga xolos. Katta rahmat. Varma aloqaga chaqiryapti. Gapir. Biz Varmani Pavalga olib ketyapmiz. Alay sud kombinati orqali. Film suratga olishgami? Suratga olishga emas. Uni bankda muhim ishi chiqib qopti. Biror gap bo'lsa xabar beraman. Paval politsiyasiga qo'ng'iroq qilib ayt, tayyor turishsin. Xo'p. Aloqada bo'lib tur. Hammasi joyida bo'ladi. Nima? Hammasini o'zim to'g'rilayman. Janoblar, iltimos, sizlarni oldin ham ogohlantirgandim. Hayotingiz xavf ostida. Bu yerga kelib ishimni qiyinlashtiryapsizlar. Iltimos, yuring men bilan.
Ralfchi. Hayda. U do'stim edi. Uni bugun olib keta olmaysiz. Nima, muammo bormi? Bu yerga politsiya o'z odamlarini qo'yib qo'ygan. Xohlagan payt tekshirib qolishlari mumkin. Shuning uchun aytayapman. Unga ukol qilib behush qilib qo'ying bo'ldi. Janob Farid, unga ukol qila olmayman. Ne qila olmas ekansiz? Chunki u homilador. Agar aytganingizni qilsam, bu uni bolasiga ziyon yetkazishi mumkin. Kechirasiz xonim. Diya. Qalaysan qizaloq? Uni biron qarindoshini topdingizmi? Bechora qiz. Agar qarindosh urug'i topilmasa-chi? Nima bo'lardi? Bolalar uyiga boradi. Shunday ajoyib qizni qanday qilib bolalar uyiga yuborib bo'ladi? Axir Siz bilan uchrashgan bir odam keldi. Salom deya. Qara, senga qancha shokoladlar olib keldim. Bittasini ochib beraymi? Yeysanmi? Endi o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Gapir Salim. Uni ismini bildim, ismi Jon ekan. Barakalla. Qayerda yasharkan? Bandra yaqinida. Oilasida necha kishi ekan? Faqat xotini bor, Kabale restoranda qo'shiqchi ekan. Kapalak restorani. Tizzangizga boshimni qo'yib uxlasam maylimi? Albatta, kela qol. Xotinini oldiga borib, Jon haqida so'ragan. Demak, sizdan xatolik o'tdi? Men bir daqiqada Bir daqiqa. Tovuqni ye. Bir daqiqada nimalar bo'lib ketishini bilasanmi? Men bir daqiqada odam o'ldirib tashlashim mumkin. iltimos meni o'ldirmang. Agar Shalini mendan avval Jon bilan uchrashsa, unda nima qilaman? Nima desa shunga roziman. Yaxshi. Engash. Yana ozgina. Nima gap? Ikkovini birga o'ldirdik. Ajoyib. Qoyil. Qolganlarchi? Qolganlari biroz keyinroq. Hozir Shalini bilan gaplashishim kerak. Juda ajoyibsan-da o'g'lim Jon.
Har bir qotillikdan so'ng vafodor itdek Shaliniga talpinasan. Shalini qayerda? U bilan gaplashmoqchiman. Men hoziroq gaplashishim kerak. Hozir gaplashishni xohlayman. Hozir. Yaxshi. Shalini. O, Shalini. Mashinam yurmay qoldi, uni ustiga yomg'ir. Iltimos, menga telefon kerak. Qo'yib yubor. Iltimos, xonim, qo'yib yubor meni. Xonim, men o'g'ri emasman, ishoning. Bir marta qo'ng'iroq qilmoqchiman, bir marta. Iltimos, ayting raqamingizni. 982 004 24 20. O, Shalini. Uxlab qolgan bo'lsa kerak. Uxlab qolgan? Gap shundaki, unga ozgina uyqu dori berishga to'g'ri keldi. Qo'rqma. Uyg'onishi bilanoq u senga qo'ng'iroq qiladi. Menga qizig'i yo'q, Jinursan. Kelishgandik-ku. Albatta kelishgandik. Hammasini kelishganmiz, esimdan chiqqani yo'q. Band bo'lyapti. Yana bir bor iltimos. Hali ham band. O'tinib so'rayman yana bir marta. Iltimos. Vaqt juda oz. Men ham shuni aytyapman. Vaqt juda oz. Harakatingni qil. Bu safar gapingga ishondim. Agar Shalinining ovozini eshitmasam, mendan yaxshilik kutma. Jinursan. Chaqiryapti. Jon, Shalini. meni qayerga yashirishganini bilmayman, lekin kasalxonadan qochib ketdim. Hozir qayerdasan? Kechirasiz. Men bering telefonimni. Men bankning ro'parasidaman. Qaysi bank? Milliy bank. Milliy bank? Men senga iltimos bering. Senga aytmoqchi edimki, Gapir, Shalini. bering telefonimni, men ketishim kerak. Kelsang aytaman, tezroq kel. Shalini, xavotirlanma. 15 daqiqada yetib boraman. Ketib qolma. Xo'p, tezroq kel. Ketyapman. Joning omon bo'lgur. Ikkitasi qoldi xolos. Ishni tugat. Siz xavotirlanmang, ikkovini ham tinchitamiz. Uni gaplariga ishonaymi? Kapitanning ishi ham hal bo'lardi. Kapitanning aytganini qilsak, Hozir qayerdasan? Jon. Senga bir gapni aytishni esdan chiqaribman. Sen yaqinda ota bo'lasan. Yasha ota o'g'il. Meni nega o'ldirmasligingni bilaman. Chunki Shalini meni qo'limda.
Seni yozig'laring soyadek men bilan birga har mahal. Asli taqdirim ham sening qo'lingda. Jon berib jonimni olasan ming bor. Alo. Vak. Bu Jon. Jon. Gapir. Sen bilan uchrashmoqchiman. Nega? Muhim gapim bor. Nima, meni ham o'ldirmoqchimisan? Hammasini telefonda bilib olmoqchimisan? Uchrashishni xohlamaysanmi? Qayerda? Rashid gapiryapti, janob. Ha, Qizni topdik. yaxshi. U kapitanning qo'lida ekan. Qayerdan bilding? Uni kapitanni dala hovlisidan qandaydir bir zavodga olib ketishdi. Kapitanning qancha odami bor ekan? Janob, ancha-munchaga o'xshaydi. Hammasi qurollangan. Yaxshi. Yana biron nima sezsang, darrov menga qo'ng'iroq qil. Xo'p. Nima bo'ldi, Jon? Muammoing bormi? Taslim bo'lgani to'g'ri mahkamaga boravermaqsan-da. Nega bu yerga chaqirtirding? Xo'sh, gapir. Nima gap? Taslim bo'lishga emas, yordam so'rab keldim. Men senga kerakman, sen esa menga. Qo'ysangchi bu gapni. Menga nima keraging bor? Ha, tezroq gapir, yo'qsa yomg'irda yeb shomallab qolaman. Shalini. U kapitanning qo'lida. Seni qo'lingdan hech bir ish kelmaydi. Iltimos, janob. Shalini homilador. Seni xotining homilador. Hech nimadan xabaring yo'q. Hatto xotiningdan ham. Shalini va bo'lajak farzandim hayotini saqlab qolmoqchiman. Bilasanmi, Jon, nega seni hozir shu yerni o'zida hibsga olmayapman? Meni hibsga ola olmaysan. Topponcha ushlash uchun ham qo'l kerak bo'ladi, sohib. Men senga kapitanga qarshi barcha dalillarni beraman. Iltimos, Shalinini qutqar. Yaxshi, Jon. Men Shalini va bo'lajak farzandingni saqlab qolaman. Evaziga sen Diyaga oila a'zolarini qaytarib bera olasanmi? Agar qo'limdan kelganda, albatta qaytarardim. Birovni hayotga qaytarish qo'lingdan kelmas ekan, unda o'ldirishga nima haqqing bor edi? Shalini seni hayoting mazmunidir. Lekin u men uchun hech kim emas. Xuddi sen uchun mayor Thakur uning jajji qizalog'i va xotini hech kim bo'lmagandek. Shalini ham men uchun hech kim emas, o'lib ketaversan. Qochmoqchi edim, lekin qocha olmadim. O'zimdan qochib qayerga ham borardim. O'ylab shuni angladimki, men tanlagan yo'l xato ekan. Men yangi hayot boshlash umidida yuribman. Bu yerga nega kelganimni bilasanmi? Men o'sha masxarabozni ko'zlariga boqmoqchi edim.
Ha, o'sha ko'zlarga. Klubdagi qotillikdan so'ng menga tinchlik bermayotgan eding. Agar senga yordamim kerak bo'lsa, men bilan mahkamaga yur. Javobingni ayt. Nima bo'ldi, xo'jayin? Qo'yib yubordim. O'zi keladi. Omon qolishimga imkon yo'qqa o'xshardi. Jon hayotini xavf ostiga qo'ydi. Kapitanni sodiq quli. Patel aytgandir-a? Ha, barini yigit. Hayotdan to'ydingmi yo o'limni afzal bilyapsanmi? Yo anu iflos qotillikni yangi usulini topib seni bu yerga jo'natdimi? O'ldirishga emas, o'lishga keldim. Kapitan 5 kishini o'ldirishni buyurgandi. 3tasini o'ldirdim. Ro'yxatdagilardan faqat 2ingiz qoldingiz. Xo'sh. O'yinni boshlash uchun hakamni chaqiraymi? Nega otmayapsan? Ishdan gapir. Nega kelding? Jonini saqlagani keldim. Bir yo'la kapitanni jonini olish uchun. O'zing ajal ro'parasida turibsan, yana jon saqlash, o'ldirish haqida gapirasan-a? Bizni ahmoq deb o'ylayapsanmi? O'g'lingiz har kuni ro'parasi soat 4 da davlat mashinasida tennis o'ynagani boradi. To'g'rimi? Xo'sh. Nima edi? Bir odamni saqlab qolish mumkin. Nega joningni o'ylamayapsan? O'zingga shunchalik ishonasanmi? Buni faqatgina bir politsiya ofitseri qila oladi. Baxtga qarshi sen politsiya xodimisan. Agar niyating bizni aldash bo'lsa, itdek o'lim topishing aniq. Ha, Patel qaytib kelmaguncha sen yonimda turasan. Ana shu xonada. Men bilan. Yaqinlashma, otib tashlayman. Kim otib tashlaysan? Unimi yo menimi? Meni o'ldirmoqchimisan? O'ldir. Ot. Ot. Ot deyapman. Olib ket uni. Ey, vaqt qayerda? Janob, ular ichkaridalar. Nima qilib turibsan? Bor yordam ber. Yur men bilan. Lekin janob, bor yordam ber. Bu buyruq. Axir janob, tezroq bor. Yur. Sen xavotirlanma. Meni jon yubordi. Uni oldiga olib boraman. Xo'pmi? Ketdik. Janob, ana u boshliq Shaling qayerda? Patel sohib olib ketdi. Kapitanning yo'liga hech kim to'g'anoq bo'la olmaydi, hech kim.
Hayronman, Vak u yerga qanday boribdi? Bu ish juda xatarli bo'ldi. Bezovta bo'lma. Men so'zim ustidan chiqdim. Endi seni galing. Toki kapitanni jasadini olib kelmaguningcha yoring meni qo'limda garovda bo'ladi. Tushundingmi, Barno yigit? Yo'q, qo'yvoy meni. Unga qarab tur. Yur. Lat yemadingmi? Yo'q, Haydar. Noshud bola, sen faqat tovuq boqishga yaraysan.
हर दिल में अरमां होते तो है बस कोई समझे जरा जॉन जॉन iltimos burnima de iltimos biz bu yerdan ketamiz uzoqlarga ketamiz yangi hayot boshlaymiz jon Operator, tez yordam yuboring, zudlik bilan. men ona bo'laman Meni kechir. yo'q sen menga juda keraksan jon menga qara jon iltimos menga qara tur jon tur ana politsiyachilar ketib qolishdi biz ketamiz jon uzoqlarga ketamiz bizni hech kim ayira olmaydi esingdami dengiz qirg'og'ida moviy to'lqinlar qo'ynida faqat sen va men esingga tushdimi tura qol biz hammasini yengib o'ta olamiz biz o'z uyimizni quramiz uni polini taxtadan qilamiz iltimos tura qol endi jon iltimos jon aytardi jannat ham do'zax ham bari shu yerda biz qilgan barcha gunohlarimiz uchun shu yerda javob berishimiz kerak jon bizni tashlab ketdi undan ushalmagan orzular armonlar qoldi xolos film Muvat video studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. uznev.com eng sifatli filmlar markazi.